Aqto'ning eng markazidan dukkan erişi oluşayotganlar 15 mingdan 22 minggacha bo'ladi. Olamsiz, dukkanlarning ahvolini bir tafsilli tushuntirib chiqay. Jami 8 ta dukkan qoldi. Shunga mushni sizlarga faoliyat bag'ida chiqarib berib o'tmoqchi. Dukkanniki 60 dan zodi 120 ming 110 pipami. 110 pompa. 110 pipamiz bormi? Undan dishadan tatib, ikkinchi qavatlardan tatib, hammasi bor. Masalan, dishada 1200, 1300, 890 mush cho'nliqda dishada manda tushirgan ishdan tatib, har bir tushirgan dishaga birdan liftimiz bor. Ikkinchi qavatning qaysi qayerda qilamiz? İkinci qavatniki mamba amba. Mani setib olgan, mani mijarga bersak bo'ldi. Andan atniki, fashionniki, shu bilimniki tupsim bor. Tupsida ikkinchi qavatim bor. Ikkinchi qavatda dentisim bor, peshtiqim bor. İkisi o'xshashgan qo'ysak bo'ldi. Ancha cho'qqidan tatibimiz bor. Elray gullikiniki ama no'yin yaqinda yeni qilib joylashgan ma yetcha tarafı. Ma dükkanlarning hammasi ijara qo'yilib bo'lgan. Shunda bo'smi, yanlab setildi. Gapimiz tushunasiz. Nurg'un dükkanlar ijarasi qo'yib bo'lgan. Shunimiz setib sizlarga chiqarib beramiz. Bu yerdagi asosiy maqsad deganki, mushu yetlik kap qoldi, yetlik mushlarimiz beritayli deb shirkatlar o'ylashib, hammanasi uydan tatib ishlamay faqat qolgan dükkan 8 lar. Balkim ko'ngilingizda dükkanning egizligi qancha chiqar deb qo'ysangiz mumkin ko'lim bilan mana 6 metr to'liq chiqib jama mana ikki qavat qilishga tamamen bo'ldi. Bütün dükkan, barliq dükkanlar meni mush bosundan yana mush bir xil loyada bo'ldi. Korona afzalki haqiqatan yaxshi, mayli ko'kartish bo'lsin, mayli quroqqa kirib chiqish jihatdan bo'lsin, har yerda alohidki bek yaxshi bo'lsa, mush qurilish silinib bo'liblar eng qisqa vaqtda yana Aqto'n nayimiz bo'yicha birinchi setib bo'lgan qurilish tizishga tamamen bo'ldi. Hozirgacha bir tal uy yo'q. Mayaqda silinib bo'lsa, oyoq setib bo'lgan qurash to'g'rimi to'g'ri? Men albatta aşağı olungan uni. Undan bu dükkanlarning afzalligini tekshirib chiqib bir aniq deb beray. Elray qorimizdagi afzallikni bir qo'l so'zlab beray. Ma o'ng qo'l tarafdan Sadoqat oltin do'konidan boshlab kelsak, ikkinchi qavatda Machencha Dilsaray restoran deymiz. Mushinda akilib misha akaychi faqat mishadlar birlab ikkinchi qavatda ijara beriksiz. Mayerda qolganda masalan shifoxonalarga ijara berillik. Yer ostiga kelib qolib qolsak, 1200, 1300, 890 deb 3 xil desha bor. 3 xil deshaning har birisiga birdan lift juda ham ayrimda ishki bor. Undan keyin dukkanning qurilmasi bo'lib qolsa alohida yaxshi. Ma yetliq setilish bahsi 15 mingdan 22 minggacha bo'ladi. Keldikmi? Keldik. Keldik. Uyning faoliyatini qilib boqmoqchiman men, bir şeyga keldikmi? Mana tarixni buzib o'tdim men. Bu yerdagi asosiy masala mush qo'rodikilar, mushlar qilpamsam men chiqaramayman. Unda olib qolsa, ortiqmi gap qilmadik, dukkanlarniki ko'lim o'xshamaydi 60 dan tatib 120 gacha bor. O'zanglarniki ehtiyoji qarta osonli bo'ldi. Uni askarib qo'ygan bir ish, bazarlarniki ijarasiga berilib bo'lgan. Ijarasini o'zingiz yig'ib olasiz, shu paytda sizga faqat setib bersak bo'ldi. Bizningki asosiy maqsadimiz dukkanni 8 ta dukkanni chiqarib tashlab, qolgan dukkanning hammasi tugab bo'ldi. Udullam endi bir şey kesem bo'ldi desangiz, mana Elray gullikining o'ng tarafidan qarasangiz, endi setish markazi bor. Bir şey kesangiz bo'ldi. Agar telefonda tafsil ahvolni bilmoqchi bo'lsangiz, nomerni deb beramiz. 57 26 7 7 7 176 99 08 90 97. Üç numaradan alaqlaşsanız bo'ldi, setizlikni o'ylashayotgan müşakkasınız bo'ldi. Hozir dükkanlarimizdan hammani faoliyat bag'ida. Mashhurbayt kirish munosabati bilan faoliyat bag'ida chiqardik. Jiq dükkan qolmadi, hozir 8 ta dükkan qoldi. 8 ta dükkandan shu faoliyat bag'ida setib chiqarmoqchi. Shunga hammanglarning shu fursatni tutib, dükkanni ilinol deymiz. Unda alaqasi ortiq gap qilmadik. Bir tal yurak bersa deb, unda olib qolsa, birin aqallama, ranjimay, endi ya saqlab. Aytib bo'lsin. Unda olib qolsa, udil yoki mishaka yoki nomer olib